Hammamiz bilganimizdek diniy kimlik va milliy an'anamizni saqlash, hayo fazilatni himoya qilishda nihoyat og'ir xavf va xirislarga duch kelyapmiz. Bu xavf va xirislardan saq-salomat o'tish bizning ustimizdagi bolalarning haqqini ado qilish va ado qilmaslikqa zich munosabatlik. Chunki bizning farzandlarimiz bizning kelgusimiz. Oilada dada aqida e'tiqodning homiysi, ona mehr muhabbat va axloq fazilatning manbasi. Dada oiladagi talabchanlik bilan obrazini tiklasa, ona bolaga bo'lgan mehr muhabbati va shafq bilan ularning qalbidan o'rin oladi. Ana bo'g'ichi farzandlaridan iborat podalarini aqida e'tiqod va axloqda yaxshi himoya qilmasa, bo'ylarga yem bo'lib ketadi. Balkim o'zi bilib bilmay bo'yning o'nkurlariga kirib ketadi. Hatto o'zi xohlama kirib ketishi mumkin. Buning mas'uliyati oldi bilan farzandlardan iborat podalarning podichisi bo'lgan ota-onalardan surishti qiladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ar-rajulu ra'in ala bayti ahlihi va huwa mas'ulun anhu wal mar'atu ra'iyatun ala bayti ba'liha va waladihi va hiya mas'ulatun anhu. Har kishi oilasiga nisbatan, ya'ni bolalarga nisbatan bir podichi. O bolalardan so'riladi, ya'ni javobgarlikka tortiladi. Ayol kishi erining uyi va bolalarga nisbatan bir podichi. Va hiya mas'ulatun anhum. O ayol kishi mo farzandlari to'g'risida javobgarlikka tortiladi deydi. Odatda podichi degan boshqalarning qo'yini beqib beradigan omonatlarni ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomningki ota-onani oilaga nisbatan podichiga o'xshatishi, ota-ona bolalarga nisbatan bir podichi, ya'ni omonatdor. Bolalar bizning shaxsiy mulkimiz emas, omonat. Xuddi podichiga boshqalarning qo'yi omonat qo'yilganga o'xshash, farzandlarimizmi bizga qo'yilgan bir omonat. Podichi qo'ylarni yaxshi boqmasa, yaxshi xarv olmasa, bundan qo'yning egasi uni so'roqqa tortganiga o'xshash, Alloh taolo bizni farzandlarimizni iborat bu podlarimizni yaxshi himoya qilmasa, ularni dinsizlik va hayosizlikning bo'ylariga yem qilsa, Alloh taolo buni bizdan so'raydi va javobgarlikka tortadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ota-onani oilaga nisbatan bir podichi dedi, ya'ni omonatdor dedi. Omonat deganlik bir javobgarlik talab qiladi. Undaqda biz farzandlarimizga qarata ularga omonat sifatida muomala qilyapmiz yoki shaxsiy mulk sifatida muomala qilyapmiz. Bolalarimizni dinsizlik, hayosizlik bo'ylaridan himoya qilish uchun o'zimizda qanchalik diniy safa yetildirdik, qanchalik diniy kitoblarni o'qidik. Bolalarimizning yaxshi o'qib, yaxshi maktablarga kirishi uchun, yaxshi xizmat topib, yaxshi kun kechirishi uchun jiddiy qaragandek, badallarni to'lagandek, ularning abadiy hayoti uchunmi badallarni to'ladikmi, jiddiy qaradikmi, bu haqda o'ylanib o'zimizni javobgarlikka hozirlashimiz kerak. Undaqda Alloh taolo farzandlardan iborat bu omonatlarning bizning ustimizda qanday haqlarni va rioya qilishga tegishli qanday ishlarni belgilagan. Bolalarning ota-onalar ustidagi haqlarining birinchisi ota bo'g'ichi bolalar uchun yaxshi ona tanlash, ona bo'g'ichi dadalar uchun yaxshi dada tanlash. Bu yerdagi yaxshilikdan bo'lgan maqsad diyonatlik er va diyonatlik ayolni ko'rsatadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir ayol kishi 4 ish uchun nikohlanadi. Ya'ni erlar ayolni 4 ishin deb tanlaydi. Sen uning dindor tanlag'in deyish orqali erlarga kelgusi farzandi uchun yaxshi ona tanlashni tavsiya qilgan. Ayollar uchunmi agar sizlarga diniy va axloqiy rozi bo'ladigan birasi qizinglarga elchi bo'lib kelsa, uningga qizinglarni beringlar deb qizlarimizning kelgusi farzandi uchun yaxshi, ya'ni dindor dada tanlashni tavsiya qilgan. Demak, bizning islom dinimizda farzand tarbiyasi bola quzoqqa turilgandan tortib yoki tug'ilgandan keyin emas, qiz o'g'il to'y qilishni niyat qilgandan tortib boshlanadi. Shuning uchun to'y qilishni niyat qilgan o'g'il qizlar faqat o'zini o'ylamasdan kelgusi farzandini o'ylab turib dindor dada va dindor ona tanlashi kerak. Chunki dada qanda bo'lsa, ona qanda bo'lsa, bu oilada uyg'ongan bola shundoq cho'ng bo'ladi. Kelgusi farzandingizning aynigini olmoqchi bo'lgan ayolingizdan, tegmoqchi bo'lgan yo'ldishingizdan ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi haqqi, bola onaning rahmiga turalgandan tortib, bolaga ziyonli har qanday yemak-ichmak va ish harakatdan saqlanish kerak. Ona bo'g'ichi bir narsa yegan vaqtida, bu yegan narsam bolaga ziyon qilamdi yoki ziyon qilmamdi? Buni o'ylab yeyish kerak. Chunki bola onaning rahmidagi vaqtda onaning uzuqidan bevosita ta'sirlanadi. Agar ona bo'g'ichi o'z nafsini deb bolaga ziyonli narsalarni yeb, bola tushib ketsa yoki tug'ilgandan keyin kasal tug'ilsa, buning javobgarligi onaning ustiga bo'ladi. Qiyomat kuni Allohning oldida bu haqda bola onasini so'roqqa torta oladi. Shundaqla bu onaning Alloh taolo bergan farzanddan iborat bu omonatga xiyonat qilganligi bo'ladi. Shuning uchun bu vaqtni 2 yil to'shdan ilgari ayirib o'tish, zurriyat o'zri bo'lmagan ahvol ostida bolaning haqqiga kirganlik omonatga xiyonat qilganlik bo'ladi. Chunki 2 yil emish bolaning haqqi. Bu Qur'on Karimda alohida tilga olingan haqlarning birisi. Shundaqla bola
bala emitgan mezgildimi balaga ziyonli narsalarni yeyishdan saqlanish lozim. Chunki balaning ozuqi anaga qarashli. Payg'ambar alayhisalom hadisda kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Bir odamningki ozuqliqqa qarashli kishilarning ozuqliqini zayo qilib o'tishi u odamga yetarli gunohdir deydi. Demak, bu vaqt mayli homila vaqtida bo'lsin yoki sutun ayilg'uchi bo'lgan vaqt bo'lsin, bu vaqtdagi ozuqliqi onaning ozuqliqiga qarashli. Shuning uchun ona balaning ozuqliqini zayo qilib o'tishdan yoki uning ziyonli narsalarni yeyish orqali uning ziyonkashlik qilishdan alohida saqlanish kerak. Bu balaning haqqi. Uchinchi haqqi balaga chiroyli ism qo'yish. Bu vaqt to'lg'an vaqtida hech narsani bilmaydi. Biz uningga qanday ismni qo'ysak, yo'nig'anda jamiyatda shu ism bilan chaqiradi. Hatto o'lgandan keyin qiyomat kunisimi shu ism bilan chaqiradi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizlar qiyomat kuni ismlaringlar bilan chaqirsizlar. Shuning uchun farzandlaringlarning ismini chiroyli qo'yinglar deydi. Shunga boshqalar qo'ymagan yot ismken, yangi ismken yoki chet elliklarning ig'ziga kelmaydi ekan deb ne dinimizga, ne milliy an'anamizga uyg'un bo'lmagan ismlarni qo'yishdan qattiq saqlaninglar. Bola yo'g'ongandan keyin Uyg'ur jamiyatida yashaydi. O'lgandan keyin qiyomat kuni shu ism bilan chaqiriladi. Sizlar bolalaringlarga ism qo'ygan vaqtida, bolalarim cho'ngilib jamiyatda shu ism bilan chaqirilsa, mendan rozi bo'ladi. Qiyomat kuni Alloh mush ism bilan chaqirilsa, butun olam oldida mendan xushal bo'ladi deganni o'ylab turib qo'yinglar. Hargizmi vaqtli kishilarning ig'ziga kelmaydi ekan yoki yot ismken deganni o'ylab ism qo'ymang. Bizning ham diniy, ham milliy ismlarimiz nihoyat ko'p. Masalan, Abdurrahman, Abdurrahim, Abduqayyum bu ismlarning hammasi ham diniy, ham milliy ismlar. Anglamoqqa bu ism yangi anglanmaydi, lekin vaqti o'tmaydi. Sizlarga yangi anglangan ism vaqtning o'tishiga ergashib vaqti o'tadi. Yuqori qismlar bo'lsa jamiyatda hech qanday tuyulmaydigan bizning Uyg'urlarimiz qo'yadigan, shundaqla qiyomat kuni chaqirilsa-mu Allohning ismi sifati bilan birlashgan ism bo'lg'achqa yuzimiz yo'ruq bo'lgan ismlar. Shuning uchun vaqti o'tmaydigan ham milliy, ham diniy ismlarimizni qo'yinglar. To'rtinchi haqqi o'g'illarimizning sunnatini qilish. Uyg'urlar bolalarning bu haqqini to'liq ado qilib kelyotidi deb qarayman. Shuning uchun bunda tafsiliy to'xtalmaymiz. 5-haqqi bolalarni tarbiyalash. Bolalarni tarbiyalash bir qancha nuqtalarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, bolalarimizni diniy jihatda tarbiyalash. Alloh taolo bizga bolani musulmon holatida beradi. Bizning vazifamiz u bolani musulmon holatida saqlash. Bolaning keyin eski odam bo'lishi yoki xato yo'llarga kirib ketishi bizning omonatga sal qarg'anligimiz, omonatning haqqini ado qilmaganligimizdan bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda mavludin yuladu alal fitra. Har qanday bir vaqt musulmon holatida islom aqidasi ustiga tug'iladi. Ota-onasi uni ya yahudi qiladi, ya xristian qiladi yoki otashparast qiladi deydi. Demak, bolalarning qanday odam bo'lishi bizning Alloh taolo ustimizga yuklagan haqlarni ado qilish yoki ado qilmasligimizga bog'liq. Shuning uchun farzandimizni musulmon holatida saqlash uchun oldindan ularga diniy tarbiyani birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Ularga Qur'on o'rgatishimiz kerak, namoz o'qishni o'rgatishimiz kerak, halol haromni o'rgatishimiz kerak, adab, axloq o'rgatishimiz kerak. Bu bolalarning ota-onalarning ustidagi haqqi. Qiyomat kuni Alloh taolo bolalardan nima uchun men xato ishni qilding, nima uchun men haromni qilding deb so'rasa, bolalar buni menga ota-onam o'rgatmabdi ekan deb demasin. Shuning uchun bolalarimizga Allohni tunishtiraylik. Allohni tunishtirgan vaqtimizda balog'atga yetishdan ilgari Allohning g'azab nafrati yoki dozoq azobini emas, Allohning mehr shafqati va jannatni asos qilib tushuntiraylik. Ikkinchi nuqta, bolalarning ruhiy jihatda sog'lom o'sib yetilishi uchun oilada xotirjam, xushal oila muhiti barpo qilish. Buning uchun oilada er ayol inoq o'tishi kerak. Uyda jidal bo'lmaslik kerak. Uyda jidal bo'lmaslik uchun er temkin, salmoq bo'lishi kerak, ayol savrichan bo'lishi kerak. Agar oilada jidal ko'p bo'lsa, bola ruhiy jihatda zaxmlanadi. Bolalar ruhiy jihatda sog'lom o'sib yetilmasa, ota-onalar bolalarning haqqini ado qilmagan bo'ladi. Bolalarning haqqi kirgan bo'ladi. Bu bolalarga ruhiy jihatda ziyon olib kelmasdan, balki o'rganishiga ta'sir qiladi. Oilasidan xotirjam bo'lmagan bolaning o'rgangan narsa qillisiga tushmaydi. Shuning uchun ota-onalar bolalarni deb bo'lsa-mu oilada inoq o'tishi kerak. Shundaqla bu ota-onalarningki ado qilishga tegishli haqqi. Chunki bolalarning xushal, xotirjam oilada o'sib cho'ngilish haqqi bor. 3-nuqta, ota-onalar bolaga yaxshi o'rnak bo'lishi kerak. Bolalar odatda anglagandan emas, ko'rgandan bakrak ta'sir qabul qiladi. Shuning uchun bolalarga uni qil, buni qilma deyishni ilgari shu ishlarga o'zimiz amal qilishimiz kerak. Agar biz bolalarga vaqtini zayo qilma, darsingni yaxshi o'rgan deb qo'yib, o'zimiz davomli televizor ko'rsak, bolalarga pokiz bo'l, shaxsiy tozaliqqa ahamiyat ber deb qo'yib, o'zimiz pokiz bo'lmasak, o'zimiz shaxsiy tozaligimizga ahamiyat bermasak, bolalarimiz bizning deganimiz bo'yicha emas, o'zimizning bo'g'ini bo'yicha bo'ladi. Shunga bolalarimizning qandoq bo'lishini, qandoq tarbiyalashni umid qilsak, oldin o'zimiz shundoq bo'lishimiz kerak. 4-nuqta, bolalarning tarbiyalanishida sog'lom oziqlanishi va moddiy chiqimlarga ahamiyat berish kerak. Tarbiyalash deganlik arab tilidan kelgan so'z bo'lib, bu aslida parvarish qilish deganni bildiradi. Parvarish qilish ham ma'naviy jihatda, ham moddiy jihatlarda teng bo'lishi kerak. Shunga bolalarning sog'lom oziqlanishi va zuri bo'lgan chiqimlarga sal qaramaslik va ahamiyat berish kerak. 6-haqqi bolalarni o'qitish. Biz bolalarga iymon islomni o'rgatib bo'lgandan keyin ularni ma'lum soha, ma'lum kasblarda o'qitib, ularni musulmonlar uchun yaramli odam qilib
tarbiyalash bizning ustimizdagi haq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilm talab qilish har bir musulmonga farz deydi. Bu farzni cho'nglarga o'zi o'qib ado qiladi. Kichiklar qanday qiladi? Kichiklarni ota-onalari o'qitadi. Ham o'qitish kerak. Bugun kunimizdagi nurg'unlagan ota-onalar bolalarining bu haqqini ado qilmayotdi. Aqmas bahonalar tufayli bolalarni maktabga bermayotdi. Bolalarni maktabga bermadik deganlik uni nadon qo'ydik, jamiyatdan ayirdik deganlik. Uni nadon qo'ydik deganlik uni o'ltirayotdik deganlik. Ba'zi ota-onalar bolalarimizni maktabga qo'ysak axloqsizlashib ketadi ekan yoki dinsizlashib ketadi ekan deb o'ylashi mumkin. Siz bolalarni maktabga bervatmaysiz, balki berisiz. Maktabda bir qancha soat o'qigandan keyin uyga qaytib kelgandan keyin bolalarga axloqiy va iymoniy jihatda siz tarbiya qilasiz. Bolalarning axloqidan va iymonidan ansirab bolalarni maktabga bermasligingiz mas'uliyatning qochqonlik. Bu mas'uliyatdan bolalar yo'g'inganda sizdan cho'qim hisob oladi. Qiyomat kuni Allohning oldiga borgan vaqtingizda Alloh taolamiz sizdan hisob oladi. 7-haqqi bolalarni o'ylab qo'yish. Bolalarning ota-onalar ustidagi eng oxirgi haqqi bo'lsa, ular Qur'onga yetgan vaqtida diniga va axloqiga rozi bo'lgan birisi bilan beshini o'ngshab qo'yish. Yuqorqi 7 haq Alloh taolo qiyomat kuni bizdan birma-bir so'raydigan haqlar. Biz bolalarimizga haqni ado qilmay turib, bolalarimizdan bir narsa talab qilmaymiz. Qiyomat kuni Alloh taolo oldidan bizdan bolalarimizning haqqini ado qildikmi yoki qilmadikmi buni so'rab bo'lgandan keyin uningdan keyin bolalarimizning qilmishlarini o'zini hisob oladi. Bir kuni bir odam Hazrat Umar roziyallohu anhuning qishig'iga bolasini shikoyat qilib keldi. Ya'ni balam gapini anglamaydigan eski yo'llarga kirib ketdi deb shikoyat qilib keldi. Hazrat Umar bolani chaqirib uningga nasihat qildi. Bola Hazrat Umarning nasihatini anglab bo'lgandan keyin, "Ey mu'minlarning amiri, meningmi dadamning ustida haqqim bormi?" deb so'raydi. Hazrat Umar, "Sening dadangning ustidagi haqqi birinchidan sening onangni yaxshi tanlash, ikkinchidan sana go'zal ism qo'yish, uchinchidan sana Qur'on o'rgatish" deb farzandlarning ota-ona ustidagi haqlarini sanaydi. Buni anglagan bola Hazrat Umar roziyallohu anhuga, "Ey mu'minlarning amiri, dadam bu haqlarning hech qaysini menga qilmadi. Mening onam bo'lsa otashparast bir ayol, mening ismimni bo'lsa Qo'ng'iz deb qo'yibdi. Menga hozir qadar Qur'on Karimdan bir harf o'rgatmadi" deydi. Buni anglagan Hazrat Umar dadasiga qarab, "Balang sana asilik qilishdan ilgari sen balanga asilik qilibsan. Balang sana eskilik qilishdan ilgari sen balanga eskilik qilibsan" deb ularni qaytarib o'tdi. Demak, farzandlarimiz bizning qiyomat kuni ya shafaatchimiz bo'ladi yoki yaqimizning oldigan da'vogarimiz bo'ladi.